Kitobxonlikni targ'ib qilishning ta'sirchan va samarali usullarini joriy qilish maqsadida kitobsevar millat shiori ostida kitobxonlik oyligi tashkil etildi. So'nggi yillarda jamiyat hayotida ezgu qadriyat va an'analarni chuqur qaror toptirish, xalqimiz, ayniqsa yosh avlodning ma'naviy intellektual salohiyati, ongu tafakkuri va dunyoqarashlarini yuksaltirish, ona vatani va xalqiga cheksiz muhabbat va sadoqat tuyg'usi bilan yashaydigan ma'naviy barkamol shaxslarni tarbiyalashda beqiyos ahamiyatga ega bo'lgan kitobxonlik madaniyatini yuksaltirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Xususan, hukumatning 2020-yil 14-dekabrdagi 781-son qarori bilan 2020-yil va 2025-yillarda kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish va qo'llab-quvvatlash milliy dasturi tasdiqlandi. Dasturga asosan kitobsevar millat shiori ostida festival va tanlovlar, ijodiy seminar va forumlar, kitob savdo yarmarkalari tizimli tashkil etish orqali yoshlar o'rtasida mutolaa bo'lgan qiziqishni yanada oshirish hamda kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish, ularni yosh kitobxon va kitobxonlik bo'yicha boshqa tanlovlarda faol ishtirok etish uchun qulay sharoitlar yaratilmoqda. Shu jumladan Arnasoy tuman axborot kutubxona markazida 2025-yil 21-noyabr kuni kitobsevar millat oyliklari doirasida madaniy ma'rifiy tadbirlar, kitob savdo yarmarkalari, kitob festivallari o'tkaziladi. Barcha kitobxonlarni ushbu kitobsevar millat oyliklari doirasida o'tkaziladigan tadbirlarda faol ishtirok etishga chorlab qolamiz.